Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hozirda biz qozonlar, o'choqlar, shunaqa manganlar, shashlik pishirgani shu mahsulotni sotadigan joyga kelganmiz. Kapkalar ham bor ekan. Bu qozonlar 50 ming so'mdan boshlanadi ekan. Xo'p, bu yerda har xil assortimentda qozonlar bor. 150 litrgacha qozonlar bor ekan. Mana videoni oxirida ko'rsalaring sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu videoga bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirib, sizlarga qanaqa videolar qiziq, qanaqa mahsulotlarni narxini yoritib beradi. Yozib qoldirsang, xudo qolsa qo'ldan kelganicha video qilamiz. Biz Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa YouTube'ga qo'ymagan videolarni qo'yib boryapmiz. Xudo qolsa Farg'ona obzor deb yozsalaring Instagram, Telegramdan kelib chiqadi. Videoni oxirida ko'ringlar. Xo'p, akamizdan to'liq ma'lumot olib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizlar charchamayapsizmi aka? Xo'p, assortimentlar ko'p ekan, katta, kichik, har xil razmerda bor ekan qozon o'choqlari. Razmerlarimiz bor aka, hamma razmerga bor. Bitta qozonni ham 3 xil assortimentda bor bizda aka. Ha, bitta qozon. Hozir bizda 50 ming so'mdan boshlanib, bu gaz qozonlarimiz eng kichkinasi 50 ming so'mdan boshlanib, eng kattasi aka 150 litrligacha bo'ladi. 150 litr. Hatta bor. Aha, xo'p. 50 ming so'mlik qaysilar? Ashlar 1 litrli bo'ladi. 1 litrli. Xo'p, bularchi? Bular 3 litrli bo'ladi. 80 ming so'm. 80 ming so'm ekan. Xo'p, mana bulari va kattaralari 120 ming so'm. Bu necha litr bo'ladi mana shular? Bular 8 litr bo'ladi. 8 litrli. Xo'p, mana bu 40 ming so'm ekan. Tuxum pishiradiganlarimiz 40 ming so'm. Skоворodkachi? Bu ham 40 ming aka, skоворodka. Bu ham 40 ming so'm. Toshkentniki aka. Toshkentniki. Xo'p, bu qopqoqlar alohida sotiladimi? Qopqoqlarimiz aka yangilik bo'lgan, o'zi bunaqa gaz qozonlarki bo'ladi. Hozir Xitoydan zakaz qilganmiz, anaqa Nejevika qopqoqlarimizni ham olib kelishgan aka. Hamma razmerga bor qozon. Dona necha puldan boshlanadi eng kichkina? Qopqog'imiz eng kichkinasi aka 3 kilolik qozonga tushadi, 16 litrligi. Hop, 50 ming so'mdan boshlanib 350 minggacha bor. Hamma qozonga to'g'ri. Xo'p. Bular necha litr? Bular 80 litrli bo'ladi aka. 80 litrlikda 3 xili bor. Hozir uyga ishlatgani bo'lsa, mana shu eng yaxshisi bo'ladi. 320 ming so'm aka. Narxi ham arzon. 320 ming so'm mana shu. 320 ming so'm aka. Bu materiali nimada bo'ladi qozonlar? Materiali aka duralumin bo'ladi. Alyuminda o'zi bo'ladi. Alyuminda o'zi yuk paraq bo'ladi aka. Duralumin sifatliroq chiqadi. Duralumin. Xo'p, bularchi? Bularimiz 60 litrli bo'ladi. Xo'p, necha pul aka bu qozon? Bularimiz hali 80 ming qilib beryapti 3 litrli. Xo'p, bu necha litr aka bu qozon? Bular 60 litrli. Buni ham 3 xili bor aka. Uyga ishlatga 40 ming. Uyga ishlatadigani bor aka, mana ular yaxshisi. Yaxshisi. Xonadonga. Xonadonga. 250 ming so'm aka, 60 litrli mashina. 60 litr 250 ming so'm. Keyin bular uyga ishlatganicha yengilrog'i bo'lsa, ba'da qalini bor aka. Oshxonaga olishga ko'proq 350 ming so'm. Buni ham kamaytirib beramiz aka. Xo'p, hada keyin 100 litrli, 125 litrlilar aka. 70 litrli, 80 litrli. Shu 100 litrli necha pul? 100 litrli ham 2 xil 3 xili bor aka. Uyga ishlatadigan o yuk paraqlari bor. Ular 350 ming kamaytirib beramiz. Mana ulari bor, xizmat qiladigan yaxshi oshxonaniki aka. 550 ming so'm ham kamaytirib beramiz. 550 ming so'm. Narxlar xudo qolsa arzon. Xo'p, pastga akamiz nomerlarini qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Xo'p, kapgillarchi aka? Kapgillarimiz ham aka, ashla 40 ming qilib beryapti. Power kapgillar. Power kapgil. Uni kapgilchi necha ekan? Eng kattasi aka, u hali katta oshlarga xizmat qiladi. 150 ming qilib beramiz. 150 ming so'm. Bu qozonlar necha pul ekan? Qozonlar 16 litrli, buni ham 3 xili bor aka. Uyga ishlatgani bo'lsa, mana ular yaxshisi. 120 ming so'm. Mana ulari bor, samovordiki aka, 170 ming. Mana unisi bor, bular zakasini quyiladi aka. Qalin quyganmiz. 220 ming so'm. 220 ming so'm ekan. Bularchi aka? Va baliq setkalarimiz aka 80 ming so'mdan qilib beramiz. Setkasi qalini. Keyin buni yana bir xili bor, yuk parag'i setkasi 60 ming aka. 60 ming. Bu ko'rachi, kichkina ko'ra. Eng kichkina ko'ramiz 70 ming qilib beramiz aka. Taklanadigan mangal 70 ming. Bulardan katta kichik bor ekan, mana shu necha razmeri bor aka. 150 ming mashina 20 talik. 150 bunisi. Bu ham bir xil aka. Mana o'zi kattarog'i 30 talik bilan 180 ming. 180 ming. Bu shixlari alohida bo'ladi. Shixlari ming so'mdan aka, donasi. Donasi ming so'm. Xo'p, bu bokim aka bu? Nejevika bokimiz ham bor aka, 55 litrli. Buni hozir g'ishli o'choqlarda letnik kuxoniylar orasiga qo'yib yuborishadi aka. Ha, o'choqda orasiga urib yuborishadi.
Xo'p, bu yer hozir turgan joyimiz Farg'ona Pelikan eski bozori. Chorshanba kuni bo'ladi. Kelaverasizlar, pasennoy telefon qilib, undan tashqari akalarimizni do'konlari ham bor ekan. Bu yerda assortiment nihoyatda ko'p ekan. O'chaqlar ham bor ekan. Pechkalar ham bormi bu yerda? Pechka ham bor. Pechka ham bor. Xo'p, u joyda ham xudo xolasa obzor qilamiz. Bittadan laykni bosib, kommentariyada fikringizni qoldirsalaring, to'liq obzor qilamiz bu joyda ham. Xo'p, erta manzili qayerda ekan? Marg'ilondami? Marg'ilonda Cheramushka masjidi ro'parasida. Cheramushka masjidi ro'parasida. Xudo xolasa u joyda ham obzor qilamiz.